O'zingizni tanishtiring. Men Hamroqulova Nilufar. 76-yilda tug'ilganman. Ohangaron shahar. Akrom Karimov 120-uyda yashayman. Sog'lig'ingizda nima muammolar bor edi? Sog'ligimda 20-yilda menda anaqa Covid bo'ldi, og'ir darajali. O'shandan keyin yurakka осложнение bergan, o'pkada so'yg'ilish bo'ldi, o'pkada gipertenziya, yurakda kardiomiyopatiya. O'sha nimadan keyin poliartrit boshlandi. Hamma kasalliklar o'sha Coviddan keyin boshlandi. Keyingi asorat. Coviddan oldin bu kasalliklar bo'lmagan. Bo'lmagan. Demak 20-yildan buyog'iga boshlandi. 20-yildan buyog'iga. O'zingiz qaysi sohada ishlardingiz? O'zim reanimatsiyada ishlaganman, ginekologiyada ishlaganman, laboratoriyada starshi medsinstra bo'lib ishlaganman. Hamma soha bo'yicha bilaman. Detskiyda ishlaganman. Hamshirasiz. Hamshira, oliy toifali hamshira. O'zingizda demak shuncha ishlasangiz ham, o'zingiz tibbiyot xodimi bo'lsangiz ham shuncha muammolar. Shuncha muammo. Bu Yaponiyani mahsulotlari haqida eshitganmidingiz avval? Avvallari eshitganman, lekin hech ham ishonmaganman. O'zimni sog'ligimdan kelib chiqib ular bilan uchrasha olmaganman. O'sha sababli men unga ishonmasdan yurib, yaqinda Sayrapamdan eshitdim. Sangilova kursdoshim Charosdan. 21-yilda Sodiqova Xoilapamdan eshitganman. Lekin sog'ligim tufayli bora olmaganim uchun keyin diagnozlarim seryozni diagnoz bo'lgani uchun men qo'rqib Xoilapamni chaqirib, keyin ularga qog'ozlarimni ko'rsatib, mana shu kasallikka ichsa bo'ladimi deb maslahatlashib, keyin mahsulotni xarid qildim. Hozir mahsulotni qanaqa miqdorda ichyapsiz? Hozir mahsulotni kalsiyni 2 tabletkadan ichayotgandim. Endi 3 taga kuniga 3 mahalga o'tkazdim. Koenzimni cherizdenga o'tkazdim. Qanaqa shikoyatlaringiz bor edi mahsulot ichgungacha va mahsulot ichgandan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi sizda? Ichgan kunimgacha menda yurakda qattiq og'riq bo'lardi, odishka bo'lardi. 2 metrdan oshig'iga yura olmasdim, qiynalardim. 2-gruppa nogironligini olganman. Ichgandan keyin uje qo'llarimda, oyoqlarimdagi shishlar ozgina yo'qoldi. Tugunchalar bor edi bo'g'imlarda, ular yo'qoldi. Bo'g'imlardagi shish bo'lyapti, no kam avvalgiga nisbatan. Ancha o'zgarishlar yaxshi. Keyin 5 yil davomida men normalniy uxlamaganman. Hozir uyquga to'ymayapman. Yaxshi uxlayapsiz. Adishkalaringiz Adishkalar avvaldan kamaygan, lekin haligacha bor. Og'riq haligacha davom etyapti. Oshqozonimda og'riq, yurak sohasida og'riq, osteoxondroz, kurak sohasida og'riq bo'lyapti hali. Demak 26 kunda olgan natijalari shu. Teri holatlarida ham o'zgarish bo'ldimi? Ichingiz kelishi qanday bo'ldi? Peshob kelishi qanday bo'ldi yana? Peshob kelishi tez-tez. Suv ko'p ichganni hisobiga deb o'ylayman o'zim. Ishiklaringiz qaytdi lekin. Ishiklar qaytgan. Teri holatida terim qog'ozga o'xshab qurib ketgan edi. Hozir tagi namlangan nisbatan. Xuddi krem surtganga o'xshab, sal bo'limini yaxshi bo'lib qolgan. Yaxshi, ishtahalaringiz? Ishtaham, umuman ishtaham yo'q edi. Ozgina ovqat yerdim-u, nomiga yashash uchun kurash. Lekin hozir yarim 1 piyola bemalol ovqat yeyishga o'tib qoldim.
Demak, ishtaha yaxshi, ovqat yeyapsiz yaxshi. Ovqat yaxshi yeyapman. Qabziyat yo'q. Avvaldan ham bo'lmagan lekin qabziyat. U tomondan qiynalmaganman, lekin yurak sohasida og'riq bor. Yaxshi. Demak, mahsulot 26 kunlik natijasi sizda hozir. Yana ichishni davom etkazamiz. Sizni har oyda bir marta nazorat qilib turamiz. Bir oyda sizni holatingizdagi o'zgarishlarni baholab boramiz. Rahmat, Nilufar. Salomat bo'ling.